Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Yaxshimisizlar? Kuninglar xayrli o'tyaptimi? Mana shu ko'rib turgan fujirlar ovsinimni sarposidagi fujir bo'ladi. Kecha o'g'li sindirib qo'yibdi. Sindirib qo'ygandan keyin menga olib chiqib beryapti. Opajon, tashlashga ko'zim qiymayapti. Bu narsa yasamaysizmi deb. Ha, mayli dedimda, keyin shuni mana o'ylab o'tiribman, nima yasasam ekan deb. Shuni o'ylab xayol surib o'tirgan joyimda Adajon chaqirib qoldilar. Mohinur, kartoshkalarga juklar tushib ketibdi. Nima qilamiz? Dori sepamizmi yo terib chiqasanmi deyodilar. Ha, bo'pti, tersam tera qolaman deb ham terib chiqdim, ham videoga ham oldim. O'zi bunaqa hasharotlardan, chuvalchang, chigirtka, shunga o'xshagan hasharotlardan o'lgidek qo'rqaman. Yaxshiyam qanoti yo'q bular. Mana biz ham ayni vaqtida kelgan ekanmiz. Hammasi tushlik qilib, qarindoshlar yig'ilib o'tirishgan ekan. Uzr, endi aybga buyurmaysizlar. Yilda bir marta yer tagidan chiqib, mana shunaqa yig'ilib o'tirganinglar ko'ra olmadik. Odamlar qo'shnisini, ovsinini ko'ra olmaydi. Bizni qalbimiz shunchalik qorayib ketgandan agarodimizdagi juklarimizni ham ko'ra olmayapmiz. Chelakning ichida esa gladiatorlar musobaqasi allaqachon boshlanib bo'lgan ekan. Bizni ko'rib turgan xitoyliklar diqqatiga biz kartoshka hosili bilan bir qatorda mana shunday juklarni ham yetishtiryapmiz. Hammasi sog'lom, baquvvat, quyoshda chiniqqan, sportchi, alpinist. Xullas kalom, ta'rifga til ojiz. Olsanglar, umuman pulinglarga achimaysizlar. Avazoxon aytgandek, pulinglar o'zinglar bilan ketadi. Nimaga xitoyliklarga murojaat qilyapti deb hayron bo'layotgandirsizlar, chunki xitoyliklar bunaqa narsalarni mazza qilib, qovurib, qarsillatib yeyishni yaxshi ko'radi. Mana bu yerda ular bog'chapasi ham bor ekan. Ko'rib turganinglardek yangi tug'ilgan jukchalarga enagalik qilyapti. Mana juklarimizni ham terib chiqdik. Avazoxon bir konsertida aytadi-yu, seni to'kka tiqib o'ldiraylikmi yo osib o'ldiraylikmi deydi-yu, xuddi o'sha joyi mana shu bo'ladi. Xullas kalom, bu videoni Xitoydan O'zbekistonga ishlashga kelgan xitoylik tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Xayr, salomat bo'linglar, keyingi videolarda ko'rishguncha.